بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qishlikdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. İnşallah bugün İsra va Me'roj darsi bo'ladi. Isro va Me'roj Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida va umuman musulmonlarning hayotida sodir bo'lgan eng buyuk ajib ishlardan. Isro va Me'roj voqeasini o'qib o'rganganimizdan keyin siz bilan biz nima uchun biz Baytul Maqdisni aziz deb muqaddas deb bilamiz? Shuni tushunib o'tamiz. Isro va Me'roj voqeasini eshitganimizdan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolati butun insoniyatga ekanligini tushunib yetamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki qibla sohibi, Mag'rib va Mashriq imomi, avvalgi anbiyolarning vorisi va keyingi keladigan hamma ummatlarning nabiy va rasuli bo'ladi. Har bitta payg'ambar o'zini zamonasida o'zini qabiladoshlariga, yurtdoshlariga payg'ambar bo'lgan. Lekin faqatgina payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning risolatigina yagona yer yuzini hamma iqlimda yashaydigan kishilarga va qiyomatgacha yashaydigan hamma zamon makonlarga nubuvvat, risolat, manhaj bo'ladi. Bu fazilat faqat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamgagina berilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam da'vatda davom etdilar. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yana ham ulkan insoniyat tarixida yagona bo'lgan voqea Isro va Me'roj voqeasini berdi. Bu voqea mana aytib o'tdik, payg'ambarimiz hayotida va umuman insoniyat hayotidagi eng buyuk voqea hisoblanadi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda oyatlar nozil qildi. Astagfiru billah. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil haromi ilal masjidil aqso. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan pok zotdir. Dar haqiqat u eshituvchi, ko'rguvchi bo'lgan zot. Quddus bizning tilda mana Yerusalim deymiz. Siz bilan biz uchun u muqaddas yer. Biz Quddusni boshqa musulmon yerlarini singari yaxshi ko'ramiz, lekin ortiqroq yaxshi ko'rishligimizning sababi u Isro yeri. U yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarga, hamma payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qigan. U muborak yer. Baraka qayerdan keladi? Baraka Alloh tomonidan beriladi. Alloh taolo Makkani barakotli qildi. Madina-i Munawvarani barakotli qildi va Quddusni barakotli qildi. Quddus siz bilan bizning aqidamizning bir qismi. Quddus musulmonlarning muqaddas yerlaridan bittasi. Musulmon odam ziyorat qilishlik qasdi bilan faqatgina 3 ta joyga chiqishligi mumkin. Makka-i Mukarrama, Madina-i Munawvara hamda Quddus, Masjidil Aqso. Ana shu va'da qilingan kecha kelganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohning oldida Hijri Ismoilda xatimda o'qilayotgan edi. Bu o'rinda Ummu Hanini, Abu Talibning qizi Ummu Hanini uyida edi payg'ambarimiz degan rivoyatlar ham bor, lekin Sahih Buxoriyda keltirilgan ma'lumot shuki, payg'ambarimiz Ka'batullohning oldida Hijrda o'qilayotgan edi. Mana shu buyuk sayohat boshlanishligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Jibril alayhisalom kelib uyg'otdi. Hamda Rasulullohga minishlik uchun Buroq otini olib keldi. Payg'ambarimiz Buroq haqida aytadi. U rangi oq, eshakdan kattaroq, otdan kichikroq bo'lgan bir jonivor edi deydi. Lekin shakli oddiy bo'lgani bilan sur'ati, tezligi nihoyatda bir katta edi. Ko'zi yetgan ufqni bir qadam bilan olar edi. Bu Buroq otini avvalgi payg'ambarlar ham mingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buroq otini mindi hamda bir lahzada Quddusda, Masjidil Aqsoda paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz Masjidil Aqsoga kirganida yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana Masjidil Aqso deganda biz haligi boshidagi gumbazi sariq rangdagi Qubbatus Sahroni tushunamiz, shundaymi? Masjidil Aqso u emas. Masjidil Aqso uning yonboshidagi bino. Ming taassuflar bo'lsinki, bizni
Ka'batulloh va Madina Munavvaradagi payg'ambarimiz masjidiga mana plakatlari chiqarib sotiladi. Shularning yonboshida Masjidul Aqso deb turib, Qubbatu Sahro ko'rsatiladi. U masjid Masjidul Aqso emas. Ayni mana shu bir dinimizni dushmanlarni qilayotgan Makri deysizmi, Masjidul Aqsoni bizga ko'rsatilmaydi. Ana shu Masjidul Aqsoni yiqitishlik uchun, uni yo'q qilishlik uchun har xil ishlar olib boradi Isroil. Lekin Alloh taoloning nusrati bilan, madadi bilan turibdi masjid. Masjidul Aqso sizlar ko'rayotgan sariq gumbazli masjid emas. U Masjidul Qubbatus Sahro. Shuni yaxshilab bilib olaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Masjidul Aqsoga kirganida u yerda bir ajib jamlanishlik bor edi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun yer yuzida yashab o'tgan hamma anbiyo va rasullarni tiriltirib, saf torttirgizib kuttirib turgan edi. Yer yuzida qaysi bir joy hamma payg'ambarlarning yig'ishlik sharafiga ega bo'lgan. Makka Mukarrama, Masjidul Aqso. Ka'batullohni, Baytullohni hamma payg'ambarlar ziyorat qilganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytib o'tganlar, hamda hamma payg'ambarlar bir vaqtda jamlangan, bir saf turib turgan masjid bu Masjidul Aqso. Alloh taolo payg'ambarimizga ularni hammasini tiriltirib, saf tortkizib kuttirib turar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning oldiga o'tib, ularni imomi bo'lib namoz o'qidi. Ulamolar aytadi, rasullarning adadi 300 ta, anbiyolarning adadi esa 24 mingdan oshiq deyshadi. Masjidul Aqsoda rasullardan Ibrohim, Nuh, Musa, Iso va boshqa hamma anbiyolar jam turgan edi. Ular inson bolasi tasavvur qila olmaydigan bir jamoatni tashkil qilishgan edi. Tasavvur qiling, minglagan kishilar saf tortib namozga shay turishibdi va hammasi anbiyo va rasullar. Va mana shularga iymon bo'lib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallam namoz o'qidilar. Bu bilan payg'ambarimizga yer yuzida bor bo'lgan sharafni cho'qqisi berildi. Chunki yer yuziga yuborilgan imomlarni, payg'ambarlarni, rasullarga imom bo'lishlik bundan ortiq sharaf bo'lmaydi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan duosini Alloh taolo bergan ijobati edi. Shikoyat qilgan edi holidan, zaifligidan, odamlarga xor bo'lganligidan shikoyat qilgan edi, Alloh taolo ko'nglini ko'taryapti. Bu sharaflarning cho'qqisi edi. Insoniyatga imom bo'lgan kishilarning hammalariga imom bo'lishlik bundan ortiq sharaf bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun har bitta payg'ambar qiyomat kunida o'zini ummatiga guvoh bo'ladi. Va ana shu payg'ambarlar ustidan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam guvoh bo'lib o'tadi. Payg'ambarimiz namozni tugatganidan keyin Jibril alayhisalom payg'ambarimizga ikkita idishda ichimlik olib keldi. Bittasida aroq bor edi, ikkinchisida sut bor edi. Hali aroq harom qilinmagan. U keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borgandan keyin harom qilingan. Payg'ambarimiz sutni tanladilar. Shunda Jibril alayhisalom hudida va hudiyat ummatuk. Siz to'g'ri yo'lga hidoyatlandingiz, ummatingiz ham hidoyatlandi dedi. Mana shu ishda aroqni habis narsa ekanligiga birinchi ishora bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshligida ham, payg'ambar bo'lishidan avval ham, payg'ambar bo'lganidan keyin ham aroq iste'mol qilmaganlar. Mana shu ajib jamoat bilan namoz o'qib bo'lingandan keyin Me'roj olib kelindi. Me'roj nima? Bizga Me'rojni qanday ekanligi aniq ma'lumotlar berilmagan. Umuman arablar Me'roj deganda insonni yuqoriga ko'taradigan bir asbobni tushunishadi. Narvon deymizmi, shoti deymizmi? Lekin u Me'rojning kayfiyatini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam til ta'riflashlikka ojiz darajada go'zal shaklda deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Me'rojga qadam qo'yib yuqoriga ko'tarildilar. Bir necha lahzalarda o'tishligi bilan payg'ambarimiz Jibril alayhisalom bilan dunyo osmoni oldida turdilar. Shuncha katta masofani payg'ambarimiz bir necha lahzada bosib o'tdi. Mana astronomiya deymiz, kosmik ilmlar deymiz. Hozirgi kunda insoniyat mana shu koinotni kichkinagina bir qismini o'rgandi xolos. Koinotni kengligi shu darajadaki uni kilometrlab o'lchab bo'lmayapti. Shuning uchun ulamolar koinotdagi masofani yorug'lik yili bilan o'lchaydilar.
Ya'ni nima deb tushunishimiz kerak? Yorug'lik 1 yilda qancha masofani bosib o'tsa, ana shu 1 yil deyiladi. Tushunishimiz uchun agar yorug'lik tezligida uchadigan bir narsa bo'lsa, Quyosh bilan Yerning o'rtasi 150 million kilometr deb aytilinsa, 8 minutda yetib boradi. 15 minutda Quyoshga borib qaytib keladi bu nur. 150 million kilometr. Endi 300 million kilometr bo'ladi, borib kelish oladigan bo'lsa. 8 minutda, 8 daqiqada 150 ming kilometrni bosib keladigan bo'lsa, bir kunlik 24 soatda bu nur qancha masofani bosib o'tadi? 1 yilda qancha masofani bosib o'tadi? Hozir shunday bir sayyoralar aniqlanganki, ana shu yulduzlarga yetishlik uchun millionlagan yillar kerak bo'ladi. Yorug'lik yilidan millionlagan yil kerak bo'ladi. O'shanda ham shu uzoqdagi yulduzga yetsa, koinotning oxiri emas u. Kichkinagina bir qismi bo'ladi. Yorug'lik yili bilan o'lchanadi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha lahzalarda bosib o'tdi u yerda. Bundan Alloh taoloning qudrati ilohiyasini namunasini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda ixtiro qilingan eng tez uchadigan kosmik kema soatiga 3000 kilometrlik yura oladi. Endi 8 minutda 150 million kilometr bosib kelyapti. Lekin shunda ham shunaqa tezlikda uchadigan raketa yasagan chog'ida ham koinotning oxiriga yeta olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bilan dunyo osmoniga keldilar. Uning eshiklari berkik edi. Osmon eshiklari odam bolasi uchun ochilmaydi. Faqat Alloh izn bergan bo'lsa ochiladi. Birinchi osmon eshigini taqillatar ekan, osmonni qo'riqlab turgan farishtalardan kim deb so'radi. Jibrilman deb javob berdi Jibril alayhisalom. Siz bilan biror bir kimsa bormi dedi. Ha, men bilan Muhammad bor dedi. Sallallohu alayhi vasallam. U yuborildimi dedi ular. Ha dedi, osmon eshiklari ochildi. Payg'ambarimiz birinchi osmonga ko'tarilar ekan, u yerda baland bo'yli bir kishini ko'rdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, u yerda bo'yi 60 ziro bo'lgan bir kishini ko'rdim. U kishining atrofida odamlardan iborat bir katta bir qoralik bor edi. U kishi o'ng tomoniga qarab kular edi, chap tomoniga qarab yig'lar edi. Ey Jibril, bu kim deb so'raganida, bu sizning otangiz Odam alayhisalom dedi. Odamlarda bo'yi mana shunday uzun bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Va ma zalal xalqu yanqusu munzu zak." Ana shu kundan boshlab, Odam alayhisalom yaralgan kundan boshlab insonlar bo'yi kichayib ketdi. Nima uchun o'ng tomoniga qarab kulib, chap tomoniga qarab yig'iladi deganida, ana atrofidagi qora ko'plik uning zurriyoti. O'ng tomonidagilar jannatga kiradiganlar, ularga qaraganda xursand bo'lib kuladi. Chap tomonidagilar esa jahannam ahli, ularga qarab turib yig'iladi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu birinchi osmonda ko'rgan narsalardan bir kishi qip-qizil suvda suzib yurar edi. Qondan deyiladi. Suzib sohilga kelsa, sohilda farishtalar ana shu odamni og'zini ochib kelganida toshlar bilan urib, yuzlarini, jag'larini sindirib, pachaqlab, cho'ktirib tashar edi. Cho'kib namiroqdan chiqib yana qaytib kelar edi. Farishtalar haligi ishni takrorlar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Jibril, bular kimlar? Nima uchun bunday azoblanyapti ular?" dedi. Jabroil alayhisalom, "Ular yetimni molini nohaqdan yegan kishilar" dedi. Qiyomatgacha ularga mana shunday azob beriladi. Yetimni molini yeyish deganda, akalar, ukalar, yetimni dod tegizib nonini tortib olishni tushunmaylik. Yetimni ehsonni yeyish ham ehtiyot bo'lish kerak. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana ko'rgan mashhadlaridan bir kishilarni ko'rdilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ular osmonga qarab chalqamchi yotishardi. Qorinlari nihoyatda uyda katta edi. Fir'avn xonadoni tepalab o'tib ketardi ikki tomonga. Mana bilamiz, Alloh taolo Qur'onda aytgan, Fir'avn xonadoni barzax hayotida, qabrida qiyomatgacha kuniga 2 marta azobga ro'baro qilinadi. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan va 'ashiyya va yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab. U azob bir olovdirki, ular erta-yu kech o'shanga ko'ndalang qilinib, kuydirilurlar. Qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'avn xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydilar. Fir'avn xonadoni qiyomatgacha mana shunday azobda turadi.
Ana shu azobiga ertalab borib azoblanib qaytib keladi, kechki payt borib azoblanib qaytib keladi. Ularda borib kelishlik yo'lida mana shu qorni katta kishilar yotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Jibril, bular kimlar?" deganida Jibril, "Ular sutxo'rlar." Bu harom ishni qilayotgan kishilarga Alloh taolo tahdid qilgan, o'zi urush e'lon qilishligini aytgan. Shuning uchun qiyomat kunida sutxo'rlik bilan shug'ullangan kishiga farishtalar ol qurolingni tayyorlan deydi. Nimaga desa, Alloh bilan urushasan deydi. Kimi Alloh bilan urushlikka toqati bor? Chunki Alloh taolo sutxo'rlarga tahdid bilan aytganki, "Fa'zanu biharbin minallohi va rasulihi." Agar sutxo'rlikni qo'ymasanglar, deyapti Alloh. U holda Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying. O'zingizlarga holat sutxo'rlikka pul bergan, sutxo'rlikka pul olgan odam xor bo'lishi aniq. Faqatgina masala qachon degan savolda. Tog'dan tashlab yuborgan toshingizni yerga tushishligi aniq. Faqat qancha muddatda tushadi? Bozorda savdo qilayotgan juda ko'p aka-ukalarimizdan eshitamiz. Yonimdagilar protsentga pul olib do'kon yurgizyapti. Finkaga pul olib yurgizyapti. Mikrokredit olib yurgizyapti. Eshitib qolamiz. Xor bo'lasizlar, birodarlar. 3 kun, 4 kun yashab oladi, qaranglarda. Mashina oladi, uy oladi, garillab yuradi. Qarab turingda. Vaqt o'tsa tugadi bu odam. Alloh taolo o'zi aytibdi, "Men xor qilaman" desa, xo'rqimasdan olyapti. Ha bittasi aytganida, aroq magazindan chiqib, aroq sotmaylar harom desa, ayol aytayaptiki, "Nimaga harom? Biz zakotini beramiz buni" deyapti. U sadaqa qiladi u hali haromligini yuvib turish uchun. Otalar, akalar, qaraylik, bolalarimiz do'kon yurgizayotgan bo'lsa, kreditga pul olmadimi ish qilib? Uylarni sotib berayotganliginglar, sizlar yegan katta pullarda haqqi, katta-katta yegansizlar, haqqiga duo qilib yegansizlar, endi qayt qiladigan payt keldi. Nimani deb olyapti bu sutxo'rlikka pulni? Nimaga deb beryapti? Arzimagan dunyoda 3-4 so'm chaqqasini debmi? Mana shu 3-4 so'm foydani deb turib, o'zi foyda ham emas bu. Oxiratdagi abadiy hayotida o'zini jahannam azobiga ro'baro qilyaptimi? Allohdan taqvo qilsin. Alloh taolo aytadi: "Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytonu minal mas." Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikni o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh taolo bayni halol qildi, sutxo'rlikni harom qildi. Payg'ambarimiz ana shu birinchi osmonda ko'rgan ko'rinishlardan yana biri bir kishi bor edi. Oldida shirin, nafis, lazzatli taom turibdi, yonboshida sassiq, badbo'y, habis ovqat turibdi. Pokizasini qo'yib, habisini yeyapti. Jibril, bu kim? Bu nimaga sassiq ovqat yeyapti? Jibril javob berdi: "Bu zinokorlar" dedi. O'zini halol, pokiza juftlarini qo'yib, ko'chadagi har kimdan qolgan najosatga, ifloslikka, kasallarga ro'baro bo'lgan zinoga boradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu birinchi osmonda juda ko'p manzaralarga guvoh bo'ldilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkinchi osmonga ko'tarildilar. Ikkinchi osmonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatda Alloh taoloning huzurida muqarrab anbiyolardan bo'lgan, payg'ambarlarning sayyidlaridan bo'lgan Iso va Yahyo alayhimassalomlarni ko'rdi. Isoni sifatlab aytadilarki, uning yuzining rangi qizilga moyil. Bo'yi uzun ham, qisqa ham emas. Uning ko'p hollari bor. Hollari seroq. Agar egilsa, boshidan suv tomchilari tushadi. Iso alayhisalom osmonga ko'tarilayotganda payg'ambarlar tarixida gapirganmiz. G'usl qilib chiqqan edi. Ana shu 12 ta havoriysiga gapirayotganda boshidan suv tomchilari tomib turgan edi. Osmonga chiqib ketdi. Ana shu suv tomchilarimikin deysiz. Qiyomat qoyim bo'lish yaqin bo'lganda tushadi Dajjal Masihni o'ldirgani. Hali bu suv qurimagan ekan. Ya'ni bu 2000-3000 yil degan vaqt biz uchun, Alloh taolo uchun bir lahzadek, qiyomatni uzoq demaylar, ko'zni bir ochib yumgunchalik yaqin muddat deydi Alloh taolo. So'ngra payg'ambarimiz 3-osmonga ko'tarildi. 3-osmonda Yusuf alayhisalomni ko'rdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yusufdek go'zal insonni ko'rmaganman. Laqad utiya shatral jamal." Tahqiq go'zallikni teng yarmini olgan o deydi.
shatrol jamal, go'zallikning yarmi nima? Odamlar bu masalani tasavvur qila olmaymiz. Alloh taolo Odam alayhisalomdan boshlab qiyomatgacha yashaydigan milliardlagan odamlarga ana shu chiroyli yarmini bo'lib berdi. Qolgan yarmini bitta Yusuf alayhisalom o'zi oldi. Endi tasavvur qiling bu go'zallik qanday go'zal. Shuning uchun Yusuf alayhisalomni hojasi ayollarni oldiga kirgizib, kir ularni oldiga deganida Yusuf alayhisalom qissasini bilamiz. Go'sht to'rg'ab o'tirgan ayollar Yusuf alayhisalom kirgan paytda uning jamolidan aqllari uchib, falamma ra'aynahu akbarnahu va qatta'na aydiyahunna va qulna hasha lillah ma hada bashara in hada illa malakun karim. Bas qachon uni ko'rishgach, ular beixtiyor uni olqishladilar va o'zlari sezmagan hollarida qo'llaridagi pichoqlari bilan o'z qo'llarini kesa boshladilar. Hamda, ey pok Alloh, bu bashar farzandi emas, bu asl farishta-ku deb yorishdi. Qato'a degani arab tilida bitta kesish degani. Qatto'a bo'lsa ko'p kesish deyiladi. Yusuf alayhisalomning jamolini ko'rgan paytda aqllari uchib, qo'lini kesayotganligini sezmadi. Bir marta kesmadi, bir necha marta kesishdi. Endi bu mahluqotlarga yaratgan chiroyli yarmini bitta o'zi olgan Yusuf shunchalik chiroyli bo'lsa, Parvardigor olam qanday go'zal ekan. Maqsadlarning maqsadi Alloh taoloning diydorini ko'rishlik. Lekin Yusuf alayhisalomning manzilati, yuksakligi, u go'zalligi bilan emas, Alloh tomonidan olgan risolati, nubuvvati va hikmati bilan. 4-osmonda payg'ambarimiz Idris alayhisalomni ko'rdi. 5-osmonda Harun alayhisalomni ko'rdi. U jalil oqsoqol ko'rinishida edi. 6-osmonda payg'ambarimiz Kalimulloh Musa alayhisalomni ko'rdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sifatlab aytadilar, uning bo'yi uzun, oriq, bug'doy rang, u Uzdu Shan'a qabilasi kishilariga o'xshaydi. Oriq edi. Burni qilich burun edi deydi. Ya'ni o'rtasi baland, ikki chekkasi past. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6-osmondan o'tib ketayotganda har bitta payg'ambar osmondan osmonga o'tayotganda payg'ambarimiz bilan kelib, so'rashib, salom berib va muborakbod etishar edi. Musa alayhisalomning oldidan ketayotganda Musa alayhisalom yig'ladi. Ha nimaga yig'layapsiz deganida, mendan keyingi kelgan payg'ambarning ummati jannatga mening ummatimdan ko'ra ko'proq kirar ekan, shuning uchun yig'layapman dedi. 7-osmonga ko'tarilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u joyda Baytul Ma'murni ko'rdi. Val Baytul Ma'mur Alloh Qur'onda zikr qiladi. Baytul Ma'mur siz bilan biz uchun Makka mukarramadagi Ka'batulloh qanday muqaddas bo'lsa, uni tavof qilib, uni atrofida namoz o'qib, tasbih tahlil etganimizdek, osmon ahli farishtalar ham Baytul Ma'murning atrofida shunday aylanib tasbih aytadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har kuni Baytul Ma'murni 70 mingta farishta tavof qiladi. Va bitta farishta ikkinchi marta tavof qilishiga imkon bo'lmaydi. Ya'ni osmonga mana shu Baytul Ma'mur ko'tarilib olib chiqqan kundan boshlab kuniga 70 mingta farishta tavof qiladi, hali bitta farishta takror kelib ikkinchi marta tavof qilgan emas. Va ma ya'lamu junuda robbika illa hu. Parvardigoringiz qanday qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Payg'ambarimiz 7-osmon ko'tarilarkan Abtotis sama dedilar. Osmon to'lib yorilishga yaqin bo'lgan. Samoda, namozda, rukuda, sajdada turgan, tasbih, tahlil, takbir aytayotgan farishtalardan xoli biron qarish bo'sh joyi yo'q edi. Rasululloh aytadilar, Alloh taologa tasbih aytayotgan farishtalardan xoli biron qarish ham yo'qligidan osmon og'irlashib, yorilishga yaqin bo'ldi. Yog'ochni bilasizlarmi? Yuk tushganda sinishidan burun g'ichir qilib tarsatib sinadi. Osmon yorilishga yaqin bo'lib g'ichirab ovozi chiqib turardi deydi. Farishtalarning ko'pligidan. Hamda Baytul Ma'murga suyanib turgan bir kishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar. "Ey Jibril, bu kim?" deb so'radi. U sizning otangiz Ibrohim dedi. Payg'ambarimiz aytadi, u sizlarning sohibingizga eng o'xshaydigan kishi ekan. Ya'ni menga tamoman o'xshaydi deydi. Alloh taoloning habibi bo'lgan Ibrohim Xalilulloh. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bilan 7-osmonning chekkasiga oxiriga borishdi. Ana shu joyda payg'ambarimiz Jabroil alayhisalomni ikkinchi marta o'zini asl suratida ko'rdi. Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
Shu kungacha payg'ambarimiz oldiga Jibril har xil ko'rinishda kelar edi. Faqatgina vahiy olib kelgan paytda asl suratida ko'rgan edi. Endi ikkinchi marta ana shu Sidratul Muntahoni oldiga yetganda ko'rdi. Rasululloh Jibril bilan 7-osmonning eng oxiriga bordi. Bu joyga odam bolasining oyog'i yetmagan va Jabroildan boshqa hech qanday farishta borgan emas. So'ngra Jibril to'xtab qoldi. Payg'ambarimiz men unga qarasam deydi. Eskirib, uqalanib, maydalanib ketgan toshga o'xshab deydi Jibril, kuyishlikka yo'q bo'lish yaqin bo'lib turadi deydi. Shuncha masofani yurgan bo'lsa payg'ambarimizni Jabroil yetalab ketar edi oldida. Bu yerda esa to'xtab qoldi. Ey Jibril, yurmaysizmi desam, ey Muhammad, Allohga qasam, agar bir qadam bossam kuyib ketaman dedi. Bu shunday bir maqomki, sizdan boshqa hech kimga o'tishlikka izn yo'q, hatto Jabroilga. Va payg'ambarimiz bir qadam bosdi-da, hech bir inson bolasi va hech bir farishta, hatto Jabroil yeta olmaydigan oliy maqomga ko'tarildi. Mana shu holatda Jabroildan ham payg'ambarimiz oliy yuksak maqomga yetdi. Bu Alloh taoloni siz bilan bizni payg'ambarimizga bergan izzat, ikrom va hurmati edi. Hech qaysi payg'ambar osmonga ko'tarilgan emas. Hech qaysi payg'ambar Jabroildan oldiga o'tgan emas. Faqat bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ng Sidratul Muntahoga, Nilufar oldiga yetib bordi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam u daraxt haqida, u Nilufar degan daraxtni ta'riflab aytadilarki, u oddiy bir daraxt, lekin shakli ajib. Barglari filning quloqlariga, mevalari esa xuddi ko'zalarga o'xshar. Ajralib turadigan zohir bir jamoli yo'q, lekin shakli g'arib. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, men uning oldida turar ekanman, to'satdan uni Alloh taoloning nuri, fayzi ilohiyasi o'rab oldi. Shu daraxtning oldiga Alloh taolo o'zi keldi. İz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. O'shanda Nilufarni o'ragan narsa, ya'ni Alloh taoloning fayzi ilohiyasi o'rab olgan edi. Payg'ambarning ko'zi o'ng so'lga olgani ham yo'q, o'z haddidan oshgani ham yo'q. Dar haqiqat u o'sha soatda Parvardigorining buyuk oyatlarini ko'rdi. Nilufar daraxtini Alloh taoloning fayzi ilohiyasi, nur o'rab olishligini ko'rishlikdan ko'ra ajibroq, go'zalroq manzara bormi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Nilufarni Alloh taoloning nuri ilohiyasi o'rab olganida, uning atrofida xuddi oltindan bo'lgan kapalaklarga yoki oltin suv tomchilariga o'xshash bir narsa paydo bo'ldi. Undan buning shakli, jamoli, surati inson bolasi ta'riflashga ojiz qoladigan ajib bir go'zal suratga keldi. Kim metali ojiz qolyapti? Insoniyatni fasohat, balog'atdagi ustozi, Qur'onga va yana Qur'oncha ilmga ega bo'lgan insoniyatning ustozi Muhammad alayhisolamning tili ojiz bo'lyaptimi? Bu nima bu? Bor yo'g'i bitta daraxt, bitta maxluq, lekin shu maxluqga Allohning nuri tekkan paytda inson tili ta'riflab bo'lmaydigan darajada go'zal bo'lsa, bu nurni egasi bo'lgan Alloh o'zi qanday chiroyli ekan. Eng oliy maqsad Allohning diydorini ko'rish. Chunki jannatiylar yeb, ichib, aqllari bovar qilmaydigan darajada ne'matlarga cho'milib turganida Allohning jamoliga bir marta qarashib, bu yoqdagi ne'matlarni hammasini esdan chiqarishadi. Biz ko'zlarimizni Alloh taoloning diydorini ko'rishlik uchun haromdan, ma'siyatdan, zinodan saqlay olyapmizmi? Ayniqsa yozda turibmiz. Fahsh, avratlar ochilgan holatda ko'zimiz yerga bir marta qocha olyapmizmi? Mana shu ko'zlarimiz bilan ko'rmoqchimizmi Alloh taoloning jamolini? Allohdan taqvo qilaylik. Bu Allohning nuri tekkan bitta maxluq shunaqa go'zal bo'lib ketsa, Alloh taoloning diydori haqida mana shu oliy maqom va yuksak martabada Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga bevosita, o'rtada na bir vahiy, na bir farishta, na bir tarjimon, na bir vositachisiz to'g'ridan to'g'ri Alloh taolo payg'ambarimizga so'zladi. Musa alayhisalom kalimulloh, Alloh bilan so'zlashgan. Ibrohim alayhisalom Xalilulloh, Allohning do'sti, sirdoshi. Endi payg'ambarimizga mana shu ikkala sharaf ham jamlandi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kalimulloh
va Habibulloh. Hamma sharaf payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda jamlandi. Oysha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin so'raganlar: "Hal ro'ayta robbak?" Robbingizni ko'rdingizmi? Nur anna aro dedi payg'ambarimiz. Nurida hamma yo'q, hayodan ko'raman dedi. Inson bolasi tirik ekan, o'lim degan sharbatni totmas ekan, hisob-kitob o'tib jannatga kirmas ekan, Allohning diydorini ko'ra olmaydi. Agar ko'rganida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam ko'rgan bo'lardilar. Mana shu o'rinda ozgina fikr qilaylik. Payg'ambarimiz 7 qavat osmondan ham tevaga ko'tarildi. Alloh taoloning huzuriga ko'tarildi. 7 qavat osmon pastda. Koinot, burjlar, sayyoralar pastda. Yer kurrasi pastda. U kurradagi Arab jazirasi pastda. Arab jazirasidagi Makka pastda, Quraysh pastda, payg'ambarimizning da'vatiga to'sqinlik qilayotgan Abu Jahl, Abu Lahab, Utba, Uqba, Shayba hammasi pastda. Qani ular? Payg'ambarimiz qayerda turibdi? Pastda ular. Dunyo degan so'z, past degan so'zdan olingan. Bu past hayot. Aroditum bil hayati dunya dedi Alloh taolo. Nima sizlar dunyo hayotiga rozimisizlar dedi. Val axiratu xoyrun va abqo. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiroq emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni hammasini ustida oliy maqomda. Alloh taolo payg'ambarimizni mana shu darajaga ko'tarib olib chiqishligi bilan go'yoki, "Ey Muhammad, siz g'am qilmang. Bularda hammasi o'tkinchi, hammalari meni oldimga keladi. Zulm qilayotganam, haqqini yeb ketayotganam, bir kun o'ladi, meni oldimga keladi. Siz faqat meni rozi qilishlik g'ami bilan yashang. Bularda hammasini menga qo'yib bering" deyotgan edi. Alloh taolo Musa alayhisalomni Fir'avn oldiga jo'natishdan burun mo'jizalarni ko'rsatgan edi, qalbiga taskin berib. Siz o'ylanmang, siz meni aytganimni qilavering, ularni menga qo'yib bering degan edi. Xuddi shunga o'xshagandek payg'ambarimizga Alloh taolo shu mo'jizalarni ko'rsatyaptiki, qalbingizni bu dunyoda mashmashasi bilan ovora qilmang. Dinga dushmanlik qilayotganlarga parvo qilmang. Meni rozi qilishga harakat qiling dedi. Savol beraylik-da hozir. O'sha Abu Jahl qani, Uqba qani, Utba qani, ularni bola chaqasi qani, puli qani, shularga ishonib turib iymon keltirishmagan edi. 100 yil burun yashaganlardan birorta odam bormi oramizda? Yo'q-a? Mana shu o'tirganlardan 100 yildan keyin biror kishi qoladimi? 20 yil burun to'ylarda, nonushtalarda tasvirga olishlik urf bo'ldi. 20 yil burun nonushta olingan bo'lsa, shu nonushtani qo'yib ko'ringlarda oqsoqollardan nechtasi kelib, nechtasi ketdi. Lekin inson degan so'z unutuvchi ekan. Ana shu 20 yil burun manchalik bo'lgan bolacha hozir uylanib bola chaqali bo'ldi. Qariyalar umrda o'tayotganligini. O'tib ketadi hammasi. Yegan ham o'ladi, zulm qilgan ham o'ladi, mazlum bo'lgan ham o'ladi. Bizning g'amimiz tashqarida bo'layotgan mayda-chuyda narsalar bilan ovora bo'lish emas. Allohni rozi qilaylik deb yashaylik-da. Alloh taolo bu muammolarni o'zi chiroyli suratda hal qilib beradi. Banu Isroilni Fir'avn qul qilgan edi o'ziga. Musoda aytgani bo'lib qilib chiqib ketishuvdi. Ana shu kuchli armiyasi bo'lgan Fir'avnni Alloh taolo bitta Banu Isroilda qo'lini qimillatmasdan suv tagiga ko'mib qo'ydimi? Banu Isroil 600 ming yahud chiqib dengizga taqalib qolganida Fir'avn askari bilan chiqib turib, orqada ko'rgan paytda Banu Isroil inna la mudrakun. Ha biz yetib keldi, bizni qirib tashlashadi deganda Musa alayhisalom xotirjam turib kalla inna ma'i robbi sayahdin dedi. Yo'q, Parvardigorim men bilan yo'l ko'rsatadi dedishiga asoyim bilan dengizni urdi dedi. Dengiz yorildi, o'tdi, zulm bilan kelayotgan Fir'avn cho'kib ketdi, birodarlar. Hasbunalloh. Hasbunalloh. Bizni Allohni rozi qilishdan boshqa g'amimiz bo'lmasin-da, atrofimizdagi hamma muammoimizni Alloh taolo o'zi hal qiladi. Yo ishonmaymizmi? Bu payg'ambarlar tarixi, bu sirat, bu nima uchun o'qiyapmiz? Agar qalbimizga taskin bermasa, bizga foyda qilmayapti-ku unda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 yil mehnat qildi. 10 yil mehnat qildi. Hamma azob mashaqqatga sabr qildi, bir marta shikoyat qilmadi. Ayoli Hadija onamiz, amakisi Abu Tolib o'tgandan keyin Makkada da'vat qildirishmay qo'ydi. Nochor Toifga chiqdi. Toshbo'ron bo'lib qaytib keldi. Odamlarga xor bo'ldi. Shunda Makkaga qaytib kelgani ham xavotir bilan turgan holatida
10 yil o'ziga taalluq ishni qilib bo'lib, Parvardigoriga iloji bo'lmay qolganda qo'lini ko'tarib duo qilib shikoyat qildi. Endi duo qilgandagi ijobat bo'lishida sanab qo'yaylik bir qator. Payg'ambarimiz duo qilishligiga Addos iymonga keldimi? Bu payg'ambarimizning qalbiga taskinmi? Tog' farishtalari keldimi? Buyuring pachaqlab tashlaymiz Toifda yoki Makkani deb. Nusaybin jinlari iymonga keldimi? Isro hodisasi bo'ldimi? Payg'ambarlarga iymon bo'lib namoz o'qidimi? Meroj bo'ldimi? Hali inson bolasi osmonga ko'tarilmaganda payg'ambarimiz ko'tarildimi? Jannat do'zaxni ko'rdimi? Hatto Jabroil yetolmagan maqomga ko'tarildimi? Nilufarni ko'rdimi? Alloh taoloning o'zi bilan gaplashdimi? Qaranglar qanaqa qilib ko'taryapti Alloh taolo ko'ynini. Nima uchun? Nima uchun bu maqom berildi? Alloh taoloda taqdiriga rozi bo'lgani uchun emasmi? Shikoyatni faqat Alloh uchun qilgani uchun emasmi? Allohdan boshqaga suyanmaganligi uchun emasmi? Sabr bo'lganligi uchun emasmi? Yashashidan maqsadi dunyo emasligi uchun emasmi? Maqsadi faqatgina Robbisini rozi qilish bo'lgani uchun emasmi? Qaranglar-da, bir marta duo qilib qo'ydim, o ijobat bo'lgan 11 ta narsani sanadik. Nima uchun? Payg'ambarimiz Alloh deb yashagan, boshqa g'ami bo'lmagan. Ana shu oliy maqom, yuksak martabada Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatiga namozni farz qildi. Birodarlar, zakot, roza, sadaqa, haj. Alloh taolo mana shu buyruqlarni buyurayotganda Jibril orqali yubordi. Faqatgina namozni payg'ambarimizni o'zini huzuriga ko'tarib turib, to'g'ridan to'g'ri buyurdi. Mana shundan bilamizki, hech qaysi ibodat vaqtida o'qilgan namozga teng bo'lmaydi. Shuning uchun otalar, akalar, qo'l ostimizdagilarga namozga buyuraylik. Payg'ambarimizga Alloh taolo qodir edi osmondan turib payg'ambarimizga to'g'ri gapirib farz qilib qo'yishlikka. Lekin namozni darajasini Alloh taolo bildirishlikni xohladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Al-ahdullazi baynana va baynahumas-sola faman ankaraha faqat kafar. Biz bilan ularning farqimiz namoz. Kim namozni inkor qilsa, tahqiq kofir bo'libdi deydi. O'qimasa emas, shu to'g'ri tushunaylik. O'qiyman deyapti, yalqonlik qilyapti, u kofir emas. O'qimayman desa kofir bo'ladi. O'qimasa bolalar desa kofir bo'ladi, inkor qilsa kofir bo'ladi. Bizkilar inkor qilmaydi, alhamdulillah. Payg'ambarimiz namozni 50 mahal farz ekanligini Allohdan olib tushib kelayotganida, bu namoz 50 mahal bo'lgan buyurilganda. Musa alayhisalom Robbi sizga nimani buyurdi? 50 mahal namozni. Ey Muhammad, qayting, Robbingizdan yengillik so'rang. Zero men bundan ham yengilroq narsani Banu Isroilga buyurganda qilisha olmagan dedi. Payg'ambarimiz bir necha qaytib bordilar. Avvaliga 40 mahal, keyin 30 mahal, 20 mahal, 10 mahal, oxiri bir kecha kunduzda 5 mahal namoz o'qishni Alloh taolo farz qildi. Musa alayhisalom oldiga kelganda har safar kelganda qaytaradi, yengillik so'rang, qilisha olmaydi deb. Endi 5 mahal bo'lganidan keyin Robbi sizga nimani buyurdi deganida bir kunda 5 mahal namoz o'qishni buyurdi dedi. Musa alayhisalom men Banu Isroilga bundan ham yengil narsani buyurganimda qilisha olmagan dedi. Shunda payg'ambarimiz Robbimdan yengillik so'rab, hadeb qayta o'rganligimdan hayo qildim, uyaldim. Men bir kunda 5 mahal namoz o'qishligiga roziman dedi. Shunda Alloh taolo nido qildi. U bir kunda o'qilishi 5 mahal, lekin ajrda 50 mahal namoz o'qigan savob beriladi dedi. O'zi 5 mahalga odamlar qanaqa bir yalqonlik, erikchanlik qilamiz. Agar 50 mahal bo'lganda ham bo'lardi. Namozni 5 mahal bo'lishiga ham Alloh subhanahu va taoloning siz bilan bizga mana shu ummatga bergan marhamati, karami bo'ldi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.